Bo'lmasa darsimizni boshladik. Bugungi mavzuyimiz uzumda raqobat past yo'nalishlarda mana shu analiz sayti orqali qanaqa qilib topish va tezroq foydaliroq tovarni aniqlab, tezroq sotuvga chiqish. Xo'p. Demak, uni qanaqa qilib topamiz? Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz o'z-o'zidan mana shu bizni onlayn marketplace'larda muvaffaqiyat kalitimiz bo'lgan Zoom Selling yoki bo'lmasa har qanday bundan ham ko'ra yaxshiroq bo'lsa analiz saytlaridan biri bo'ladi. Va bu joyga kirgan vaqtingizda o'z-o'zidan birinchi sahifa, bu birinchi sahifada sizlar bilan gaplashganmiz. Xo'p, demak kategoriya va qatlamlarga kiriladigan bo'lsa, raqobat va assortiment degan bo'lim bor. Nomi bilan ham o'z-o'zidan bilinib turibdi. Bu yerda raqobat, ya'ni mavjud 20 xil, 21 xil yo'nalishda raqobatni va raqobatlar bo'yicha qay darajada assortiment ko'pligini ko'rsatadigan bo'lim. Bu yerga bosdim mana. Xo'p, bu yerda ko'rib turganimiz birinchi sahifani tushuntirgan vaqtimda ko'p urg'u berdim. Birinchi o'rinda kirgan vaqtingizda muddatga e'tibor qilasiz. Hozirgi vaqtda bizga oxirgi 30 kunlik ichida qaysi toifalarda qanchalik darajada raqobat borligini ko'rsatyapti va bu oxirgi 30 kun ichida mavjud 21 xil yo'nalishdagi umumiy aylanma, do'konlar soni va do'konlardan sotuvlar bilan foizi va kartochkalar, ya'ni 1.300.000 xilma-xillikda kartochkalar mavjudligi va mana shu mavjud kartochkalardan oxirgi 30 kunda 45% bilangina sotuv bilan chiqqani va SKUlar 1.300.000 xilma-xil mahsulot ichida yana ularning rangi, tusi, ko'rinishi yoki razmerlariga qarab turib har bitta mahsulotda 2-3 dan to'g'ri kelgan va o'z-o'zidan 5 million SKUni tashkil qilgan. Agar oxirgi 30 kun ichida savdo aylanmasi umumiy uzumda mavjud 21 xil yo'nalishda bir xilda ketadigan bo'lsa, 49 kunda оборот bo'lib aylanib chiqadi degani. Xo'p, endi birinchi e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yoqda vertikal chiziqqa qaraydigan bo'lsangiz, o'zi yozib qo'ygan, ya'ni kartochkalar assortiment. Ya'ni yuqoriga qarab 20.000, 40.000, 60.000, 80, 100 va hokazo 220.000 gacha assortiment borligi va gorizontal, ya'ni yotiq chiziq bilan qaraydigan bo'lsangiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mingtagacha qaysi yo'nalishda nechta magazin va necha xilma-xillikda mahsulot borligi raqobat bo'yicha ko'rsatib berilgan. Demak, raqobat eng yuqorisi qaysi? Eng yuqorisi raqobat bo'yicha hozir mana shu qizil doira. Doiralarning katta kichikligiga qarab turib, bemalol qay darajada assortiment ko'pligini aniqlash mumkin va doiralarni qay darajada yuqorida, ya'ni yuqorida deganimda yotiq chiziq bo'ylab o'ng tomonga qarab oxirida turganiga qarab turib, qay darajada do'konlar, ya'ni sizning raqobatchilaringiz ko'pligini bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, bu yerda eng raqobati hozir baland bo'lgan, assortimenti ham raqobat bo'yicha ham yuqorida turgan bu go'zallik va parvarish, ya'ni go'zallik va parvarish kosmetikalar bo'yicha. Demak, bu yerda ma'lumot berishicha magazinlar soni, ya'ni raqobat deyiladi magazinlar soni, chunki har bitta magazinchi yoki magazinni ochgan odam sizga aynan mana shu yo'nalishda raqobatchi hisoblanadi. 11.386 ta magazin bor demoqchi bo'lyapti, ya'ni raqobatchingiz. Va mana shu magazinlarda ishlayotganida ham, ishlamayotganida ham 4.260 xilma-xillikda SKUlar mavjud. Va umumiy oylik aylanma, ya'ni mana shu 614 milliard so'm oxirgi aylanmadan 67 milliard, deyarli 11%ni go'zallik va parvarish egallab turganini bildiradi. Raqobat ko'p bo'lgani bilan, lekin bu yerda umumiy bozor aylanmasini 11% degani raqobat bor, lekin talab ham bor. Faqat kirishda ehtiyotkorona yondashadigan bo'lsangiz, tannarxlaringizni, foizlaringizni, ya'ni komissiya narxlari, yo'l kiralaringizni to'g'ri hisoblab kiradigan bo'lsangiz, ma'lum bir ma'noda savdo qilish ehtimoli borligini bildiradi, chunki raqobatga nisbatan tushum ham bor.
Savdogarlar tilida shunaqa gap borki, talab bor joyda raqobat doim ikkinchi o'rinda turadi. Sizdagi qilinishi kerak bo'lgan narsa birinchi o'rinda ozgina tajribali bo'lishingiz kerak. Kirib mana shu joydan boshlaydigan bo'lsangiz, sizni tajribangiz yetishmasligi tufayli zararga kirib qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'lib ketadi va natijada onlayn marketplace'da savdo yo'q yoki zarar qildim yoki shunaqa noroziliklar kelib chiqishi mumkin. Vaholanki siz bilimingiz yetmaganligi tufayli mana shu ma'lumotlarni ichidan ko'ra olmaganligi sababli o'zi aslida muammo bo'layotgan bo'ladi. Demak, undan keyingisi raqobatlar bo'yicha, ya'ni magazinlar soni bo'yicha aksessuarlar. Aksessuarlar bu sumkalar, kepkalar, ochkilar, shunga o'xshagan barsetka, ya'ni insonlarda doimiy ehtiyojlari uchun kerak bo'ladigan soat, barsetka, sumka, ryukzak shunga o'xshaganlar aksessuar toifasiga kiradi va aksessuar toifasida hozirgi vaqtda kosmetika yo'nalishidan ko'ra ham magazinlar soni juda ham ko'p. 12629 ta. Buni farqlaydigan bo'lsak, go'zallik va parvarishda 11316 ta edi. Ya'ni 1000 donadan 1300 ta magazin ko'proq. Lekin go'zallik va parvarish yo'nalishida 204 ming xilma-xillikda mahsulot bo'ladigan bo'lsa, 124 ming assortiment bu aksessuarlarda bo'ladi. Demak, lekin tushum 38 milliard. Ya'ni 38 milliard degani bu 5%gina, tengma-teng. Ikkalasida raqobat bir xil. Chunki 12630 ta magazin bor, 38 milliard savdo aylanmasi qilgan. Lekin bu yoqda 11386 ta bor magazin, 204 ming assortiment bor va 67 milliard so'm aylanma bo'lgan va raqobat ko'p. Demak, buni ko'p takrorlab o'tirmayman. Siz tushunib olishingiz uchun raqobatni qanaqa qilib ko'rishlikni ko'rsatib qo'ydim. Mana shunga qarab, mana eng katta doira bu elektronikada. Doirani kattaligi bu qay darajada assortiment kengligi va savdo aylanmasi kattaligini ham bildiradi. Mana hozir 117 milliard so'm aylangan. Bu elektronikada ko'pincha planshetlar, ya'ni telefonlar, kompyuterlar, qimmat mahsulotlar sotilib aylanganligi uchun bu o'z-o'zidan bozorni deyarli qanchasi 20% atrofidagina tutib turibdi va bu yerda ham savdo qilsa bo'ladi. Raqobat bo'lishiga qaramasdan. Faqat siz agar yangi kirayotgan bo'lsangiz yoki ishlab chiqaruvchi bo'lmasangiz yoki birinchi qo'l tovaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, iloji boricha mana shu joyga kirib, raqobat yuqori joylardan iloji boricha qochishlik kerak bo'ladi. Endi raqobat past joylarni ko'rib chiqamiz. Raqobat past joylar o'z-o'zidan sizlarga tushuntirib qo'yganimdek, kartochkalar soni ozligi va magazinlar soni ozligiga qarab bo'ladi. Demak, eng raqobat oz joy hozir bu menimcha yangi ochilgan 0 deb qo'yibdi, buni ko'rmaymiz. Raqobat eng past joy hozir turizm, baliq ovi va ovchilik. O'z-o'zidan ko'rib turibsizki, 987 dona do'kon bor va kartochkalar soni 6481 ta va 2 milliard 160 million so'm aylanma qilgan. Agar 987 kishiga bo'lib olsangiz ham juda katta aylanmani ozchilik bo'lishib olyapti degan va agar sizni imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, turizm, baliq ovi va ovchilik yo'nalishida nimadir sotishga harakat qilib ko'rishingiz bu sizni birinchi kirishingizga, muvaffaqiyatga erishishingizga xizmat qiladigan narsa. Bularni ichida ko'rib chiqamiz. Hozir men demak, qo'limda qog'oz bilan yozib olaman. Birinchi o'rinda turizm, baliq ovi va ovchilik. Men yozib qo'ydim buni. O'zim qiladigan yo'llarni sizlarga ko'rsatyapman. O'zim qiladigan ishlarni o'zim uchun tanlayotganda. Xo'p, demak, bunda raqobat past. Keyingi raqobat past joy bu demak hayvonlar uchun tovarlar. Yozib oldim buni ham. Undan keyingisi mebel. Mebelni men tushunamanmi? Mebelni unchalik tushunmayman to'g'risi. Shu sababdan hozircha mebelga kirmay turaman. Undan keyingisi oziq-ovqat. Oziq-ovqatlar bo'yicha ham meni umuman tushuncham yo'q. Shu sababdan oziq-ovqatga kirmaslik kerak bo'ladi, chunki oziq-ovqat bilan ko'proq uzumni o'zi ham shug'ullanadi va u uzum o'zidan komissiya, o'zidan logistika
xizmatlarni olmagani va ularga bu xizmatlar deyarli bepul tushganligi uchun siz bilan men oziq-ovqat yo'nalishida hozircha umuman raqobatlasha olmaymiz. Hozircha eng past kategoriyalar turizm, baliq ovi, hayvonlar uchun tovarlar va dacha bog' va tomorqa. Demak, buni ham belgilab qo'ydim. Dacha bog'. Undan keyingisi bo'ladigan bo'lsa, salomatlik yoki bo'lmasa assortiment ozroq, hobbi va ijod. Demak, hobbi va ijod. To'rtinchisi hobbi va ijod. Ya'ni buni nimaga yozib olyapman? Hozir men bu yerdan chiqib, aynan mana shu yo'nalishlarda odamlar nima sotyapti, kim qachon nimani olib kirgan va yangi kirganlar ham savdo qila olyaptimi, yo'qmi? Mana shularni ko'rib chiqish uchun yozib oldim. Siz ham doim shunaqa hisob-kitobli bo'lishingiz shart va mana shu programmani yaxshi o'zlashtirishingiz kerak bo'ladi o'zimda savdo boshlashdan avval. Agar siz tajribali savdogar bo'lsangiz, umumiy tashqi bozordan tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, ko'p hollarda kerak bo'lmasligi ehtimoli bor. Ya'ni siz bilasiz, bozorda hozir nima talabgir, nima yaxshi ketyapti. Ana shunda ham sizda 10 ta tovaringizdan 3 donasini to'g'ri taxmin qilishingiz mumkin agar tajribali bo'lsangiz. Agar ham tashqarida tajribali bo'lsangiz, ham ichkarida mana shu analiz saytidan foydalanishni biladigan bo'lsangiz, siz deyarli savdoga kiribla yutuqdasiz degani. Hop, demak, ovozni yaxshi kelmayapti deyapti. Bitta ikkita odamda internet yomonligi tufayli shunaqa bo'lishi mumkin. Agar men tomonimdan bo'layotgan bo'lsa, iltimos xabar beringlar. Yaxshi hammasi. Demak, internet uzilib borayotgan bo'lsa, internet bor joyga chiqib olsak, yana yaxshi bo'ladi. Demak, ko'pchilikda yaxshi. Xo'p, men hozir turizm, baliq ovi, ovchilik va hayvonlar uchun tovarlar va dacha bog' va hobbi va ijodda raqobat ozroqligini ko'rdim va agar yangi sotuvchi bo'lsam, mana shu joydan kirib kelgan bo'lardim. Riskovat qilmasdan. Endi o'zimni savdoga kirib kelish tariximni aytadigan bo'lsam, savdo haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Onlayn biznes platformalarida bo'lganman, lekin aynan savdo sotiq nima ekanligi haqida umuman tushuncham bo'lmagan meni. Va mana shu tushuncham yo'q bo'lgan holatda aynan bozorning ichini ko'rish mumkin bo'lgan shu tahlil saytini bilib qolganimdan keyin qattiq kirishib shuni o'rganganman va raqobat degan joydan hayvonlar uchun tovarlar bo'limida raqobat ozligini va tushum raqobatga nisbatan balandligini ko'rganman va ichiga hozir birga kiramiz. Demak, kirib srazu inkubatorida 64 talik tovuqlar uchun sun'iy jo'ja ochish uchun ana shundan zakaz qilganman va birinchi oydanlar $5000 pul tikilgan, lekin to'g'ri tikilgan pul katta edi. Ozroq bilan ham boshlash mumkin edi. Meni ishtaham ochilib ketdi. Mana shu $5000 dan $3300 atrofida srazu foyda bo'lgan va mana shu meni o'zim marketplace'ga kirib ketishimga sabab bo'lgan. Xo'p, demak, hozir bizda turizm, baliq ovi, ovchilik, hayvonlar uchun tovarlar, dacha bog' va hobbi va ijodda raqobat pastligini aniqladik. Mana endi mahsulot tanlash bo'limiga kartochka asosida kiramiz va aynan Xo'p, demak, ko'p o'ylanib o'tirmaymizda. Birinchi o'rinda turizm, baliq ovi va ovchilikka kiramiz. Aynan nima mahsulotlarda yaxshi sotuvlar bo'layotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana kirganimdan keyin o'z-o'zidan ko'rsatyaptiki, chodirlar. Bahor kelishi bilan mana shu chodirlarda agar ko'p funksiyali lager chodiri 4 ga 6, 6 ga 10, 8 ga 12 lik 50 ming so'm savdo aylanmasi bo'lgan va oxirgi 30 kun ichida 159% ga savdolari oshgan va mahsulot talab katta, yetkazib bera olmaganligi tufayli yo'qotilgan daromadlari kelib chiqqan. O'z-o'zidan sharhidan ham ko'rish mumkin. Bu
chodirdan topib sizni sotish imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun imkoniyat, chunki odam 51 million so'm pul yo'qotgan aynan mana shu chodirni 4 ga 6, 6 ga 10, 8 ga 12 ligidan. Xo'p, va sharhlari ham juda ham oz. Kartochka 281 kun avval ochilib, ya'ni o'tgan yil mana shu vaqtlarda ochilib, sotib sotmasdan sezoni o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu chodir bo'yicha hozir demak iloji bo'lsa Xitoydan yoki xohlagan joyingizdan olib kirib sotishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsa ko'ryapman bu yerda. Mana shu pichoqlar va asbob. 16 million so'm savdo aylanmasi bo'lgan va 629% ga oxirgi 30 kun ichida savdolari oshgan. Va sharhlar soni 31, reytingi bo'lsa 4/4. Men bu yerda imkoniyat ko'ryapman. Bu imkoniyatni qanday ko'rayotganimni hozir aytaman va uzumda paydo bo'lganiga 47 kungina bo'lgan xolos. Iltimos sizlardan mana shu narsani unutmanglar. Uzumda savdo yo'q, eskilar savdo qilyapti, eski kartochkalar, boshqa degan gaplar umuman noo'rin. Sizlar ko'p o'ylanib yoki bir bilimini to'g'ri o'zlashtira olmasdan qayerdan boshlashni bilmay yurgan vaqtinglarda kimlardir boshlab darrov 40 kun, 30 kun yoki 20 kun, 25 kun ichida natijalarga erishyapti. Mana o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, turizm, baliq ovi, ovchilik yo'nalishida hozirda o'zida sotish mumkin bo'lgan ikki xil tovar chiqib turibdi. Bittasi chodir, bittasi mana shu pichoq. Bu pichoqlarni bemalol Xitoydan olib kelish mumkin. Undan tashqari yana 14 million so'm yo'qotilgan daromad bor. Bu ham chodir. Demak, chodirga talab oshib boryapti. Kimda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, mana shu chodirlarda o'zingizlarda mana shu zoom selling bor, videoda yozib olinganini tashlab beraman, qayta ko'rish orqali aynan qaysi turlari. Hatto aytayaptiki, oxirgi 30 kun ichida umuman qolmagan, talab bor va yetkazib bera olmagan stokda mavjud kunlari, ya'ni oxirgi 30 kunda 15 kungina sotuvda bo'lgan xolos. Agar undan tashqari bo'lganda bu 13 million emas, balki 28 million savdo aylanmasi qilishi bemalol mumkin edi. 699 kun bo'lgan. Demak, bu joyi unchalik ham katta farq qilmaydi hozir. Mana sharh ozligi, buyurtmalar soni ozligi va savdo uchun xaridorlarda talabi katta bo'lganligi bu kuniga ta'sir qilmaydi. Lekin kuniga ham qarash kerak bo'ladi agar mana shular past bo'ladigan bo'lsa. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, mana shu raqobat past joylarni ko'rishlik hozirda o'zida bizga 4 xil yo'nalishda bemalol savdoyimizni sirazu boshlab natijaga chiqib ketish imkoniyatini beruvchi narsa kelib chiqdi. 4 ta tovar chiqdi, e'tibor berib turing. Xo'p. Endi bundan keyingisi qaysi edi? Hayvonlar uchun tovarlar edi. Men endi bu yerga kiraman. Hayvonlar uchun tovarlar bo'limiga kirdim va aynan nimalar sodir bo'layotganini ko'rmoqchiman. Xo'p. Bu bizning mavzu ekan, bu inkubatorlar. Ya'ni hozirgi paytda inkubatorlar savdosi juda ham oshib ketgan vaqt, ko'rib turibsiz. One1 bu o'tgan yildan beri sotadigan 240 million so'm savdo aylanmasi qilgan va qaysidir SKU'lari tugab qolganligi uchun 54 million so'm yo'qotishga ham ulgurgan. Pastdagi inkubator 90 million so'm yo'qotgan, undan keyingisi 173 million yo'qotgan, undan keyingisi 229 million yo'qotgan. Ya'ni agar hozir ozroq kech qolgan bo'lishingiz mumkin, chunki Xitoydan chiqib kelgungacha ozgina vaqt o'tib qoladi. Buni aprel oyida oxirigacha ozroq sotilib turadi. Undan keyin sota olmay qolasiz. Agar sizda bo'ladigan bo'lsa, bemalol sotishingiz mumkin va bundan butunroq pulingiz bo'lishi mumkin. Sizga hozirdan aytib qo'yaman. Agar 10 ming dollar pul tikadigan bo'lsangiz, 15 ming, 16 ming dollarga bir oy ichida aylanadigan segment bu. Meni tajribam bo'yicha shunaqa. Chunki yo'qotilgan daromadlar juda ham katta va yaqinda chiqqanlar ham juda katta savdo aylanmalari qilyapti. O'z-o'zidan hozirgi vaqtda eng katta savdo aylanmalari bu hayvonlar uchun tovarlarda inkubatorlar ekan. Asosan inkubator. Xo'p, demak, agar yana nimani ko'ryapman men bu yerda o'rta va kichik zotli mushuk va itlar uchun yuk xalta. Ya'ni sumkasiga solib ko'tarib yurishadi-yu, mana shunda ham oxirgi 30 kunlik ichida 26 million so'm aylanma bo'lgan. Buni ham bemalol olib keltirishda imkoniyati bor, ozroq pul bilan boshlashlikda. Va 7 million so'm
yo'qotilgan daromadi bor. 30 kun ichida 242 dona sotgan va uzumdagi kunlari biroz ko'proq ekan, lekin yo'qotilgan daromadi va savdo o'sishlari va buni yengilligiga qarab turib bemalol Xitoydan olib keltirib sotadigan bo'lsangiz, sizda ham albatta sotadi. Eng qizig'i, bu qishda yozda buni mavsumi qanaqa bo'ladi bilmadim. Mavsumiylikni ko'rish darsiga kelganda albatta uni ham ko'rsataman. Hop, lekin hozirgi vaqtda buni mavsumi bo'lishi ham mumkin. Undan keyin yana hayvonlar uchun tovarlarda 511% o'sish kuzatilgan va soch olish mashinkasi. Meni bilishim bo'yicha bu qo'y. Qo'y qirqish, ya'ni qo'yni yungini kaltalatuvchi elektr soch olish mashinkasi ekan. Hop, demak buni lekin o'rtacha narxi juda baland. Hozirgi boshlovchilar uchun balki 2-3 million, 5 million bilan boshlamoqchi bo'lganlarga to'g'ri kelmas. Qo'lida ozroq dadil puli bor odamga bu ham topib sotsa bo'ladi va uzumdagi paydo bo'lgan kunlariga unchalik uzoq bo'lmagan. Agar e'tibor qilib turgan bo'lsanglar, mana shu raqobat oz bo'lgan joylarda aniqlash orqali hozirda o'zida sotib darrov natija qilish mumkin bo'lgan 6 ta tovarni o'zi chiqdi. Demak, hayvonlardan chiqamanda dacha bog' va tomorqa. Chunki raqobat hozirgi paytda dacha bog' va tomorqa yo'nalishida ham ozroq edi. Dacha bog' va tomorqa. Demak, yuqori bosimli karcher. Bu biroz ko'proq pul talab qiladigan yo'nalish. Shuning uchun hozir hamma internetimiz ochsin hammasini. Asosan karcherlar. Mana shu zo'r marketdagi bilsanglar, mana shu mashinalarda 12 voltlikmi kichkina nima bor? Karcher bor. Mana shuni ham savdosi har yili yaxshi. Ko'rib turganingizdek 76 million so'm pul aylanmasi qilgan. Bu 152% oxirgi 30 kunlikda o'sishi va 7 million so'm yo'qotilgan daromadi ham bor, chunki talab bor. Mahsulot qaysidir ma'noda qachondir tugab qolgan bo'lishi mumkin. Hop, bu kishim anchadan beri sotadi ekan. Shuni hisobiga biroz ichlarini kirib ko'rish kerak bo'ladi. Оборот kunligi ham juda yaxshi. Ya'ni agar temp kimdir mashinkani sezoni qisqa, bu yerdagi mashinka qo'y junini oladigan, qo'yni yungini oladigan mashinka haqida ketyapti. Iltimos, nimaga darslarga e'tiborli bo'lib turinglar. Hop, undan keyin agar kimdadir iloji bo'ladigan bo'lsa, yana sotish mumkin bo'lgan narsalardan o'simliklar uchun tag kursilar. Hop. 25 million yo'qotilgan daromadi bor. Bu ko'p qavatli gul tagliga, ya'ni hozir gullarni terib qo'yishyapti-ku, shunaqa narsa. Xitoyda ham bor, o'zimizdan ham yoki agar ustalar bo'lsa yasab sotish mumkin, yoki topib turib bemalol foyda qilish mumkin bo'lgan narsa, chunki buni savdosi yaqindan beri endi ko'tarilyapti. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, turizm, baliq ovi va ovchilik yo'nalishida ham soyabonga yaqin narsa, ya'ni chodir savdolari ko'tarilayotganida, bu yerda ham mana chodir savdosi 471% ga ko'tarilgan, lekin tovarni o'z vaqtida yetkazib bera olmayotgani, talabni qondira olmayotgani uchun hozircha yo'qotilgan daromadlari yo'q. Yana pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, Intex Bassen matras. Hop, bunda savdolar biroz tushgan. 31 million nima ekan bu? Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, kim agar mana shunaqa gul uchun teriladigan, gul qo'yadigan narsa sotadigan bo'lsa, talablar juda ham katta va yo'qotilgan daromadlar ham katta. Hozirgacha meni taxminim bo'yicha turizm, baliq ovi, ovchilik, hayvonlar va dacha bog'ni o'zidan srazu ishga kirishib, albatta mavsumiyligini tekshirish kerak bo'ladi ba'zi narsalarda. Mavsumiyligini tekshirish orqali va qatlamlar orqali keyingi darslarda o'tib beraman. Ko'rish orqali srazu ishga kirishiladigan bo'lsa, demak bemalol mahsulot olib kelib sotib foyda qilish imkoni bo'lgan 10 xil tovar chiqib turibdi. Va endi biz hobbi va ijodga kirib ko'ramiz. Hobbi va ijodda ham raqobat pastroq edi.
Hop, hobby va ijodda ko'rib turganimizdek, yangi boshlanuvchilar uchun, professionallar uchun akustik gitara. Akustik gitara oxirgi 30 kunda 10 ming dollardan oshiq aylanma qilgan, 39% o'sishi va 112 million so'm yo'qotilgan daromadi bor. To'g'ri, bu tovarlar siz bilan menga mutlaqo begona bo'lishi mumkin. Lekin bu yerga sizga tanish bo'lgan yoki sizni hissiyotlaringiz tasdiqlagan yoki bo'lmasa aynan sizni topa olish, hozirgi bilimingiz bilan topa olishingiz mumkin bo'lgan tovarlar emas, balki mana shu uzum bozorida talabi katta, raqobati past bo'lgan savdo yo'nalishi bilan kiradigan bo'lsangiz, muvaffaqiyat qilish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun voy gitara sotamanmi, voy gul tagligi sotamanmi yoki bo'lmasa futbolka sotamanmi, men kiyimni tushunmasam degan narsa yo'q. Yo'l-yo'lakay tushunib ketasiz albatta. Mana shu tushunib olishingiz uchun kartochka asosida tahlil, ichkaridagi SKU'lar, ya'ni aynan qaysi tovarni, qaysi razmeri yoki qaysi turi yaxshi ketayotganlarini sizga ochiq-oydin aytib, mana shu programma sizga ustozlik qiladi. Shuning uchun shu programmada o'rgatyapman birinchi va bu sizda qurol sifatida bo'lishi shart. Hop, undan keyingisi bu nima ekan? Sport tovar, shaxmat to'plami magnitli yog'ochdan. Shaxmat to'plami 35 million so'm savdo aylanmasi bor. Oxirgi 30 kunda 509% o'sishi bor va 14 million yo'qotilgan daromadi bor. Eng qizig'i, hali bozorga chiqqaniga endigina 3 oy bo'lgan, xolos, sharhlari ham juda ham oz. Mana shu joyda keyingi darslarda ham chuqurroq o'rgatib ketishga harakat qilaman. Mana shu shaxmatda ham men hozircha imkoniyat ko'ryapman. Undan keyingisi, bu narsani hamma biladi, kichkintoylar uchun doska. Menda hozir kompyuterniki bor. Mana shuni oddiy yozib turib o'chirib yuboradigani bor, menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Hop. Shunga o'xshagan narsa, ham yupqa, ham yengil, ham olib kelinishi oson. Ko'rib turganingizdek 35 million 621 ming so'mlik savdo aylanmasi, oxirgi 30 kunda 110% o'sishi va yo'qotilgan daromadlari ham yetarli darajada, lekin bu 3 yildan beri sotyapti ekan. 2343 ta sharhi bor va juda ham kuchli kartochka ekan. Lekin siz ham imkoniyatini qilib bemalol sotishingiz mumkin bo'ladi. Raqobat kuchliroq bo'lgani uchun aynan mana shu sohada biroz ehtiyotkorona yondashsangiz, bemalol siz ham foyda qilsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi yana baxt muhri. Bu juda ham oson topiladigan, juda ham oson qo'lda yasaladigan narsa. Baxt muhri 51 ming so'm atrofida o'rtacha narxi, sizga minimum bo'yicha 1 dollar atrofida sizga foyda olib keladi bir donasi va oxirgi 30 kun ichida 27 million so'm aylanma qilgan, 26% o'sishi, 9 million so'm yo'qotilgan daromadi va 597 ta sotgan. 550 ta sotgan taqdirda ham oddiy bir dona qo'lni rangini bo'yab bosadi-yu, baxt muhrini ko'pchilik bilsa kerak. Mana shunaqa narsani o'zidan bir oyda 500 dollar pul ishlayapti va 500 dollar atrofida pul ketadi yoki ketmaydi mana shu ishni boshlash uchun. Bemalol siz ham kirib sotishingiz mumkin bo'ladi. Bu baxt muhri haqida qani? 800 to'g'ri, kuchli kartochka, raqobatchingiz kuchli, lekin savdo qilsangiz bo'ladimi? Savdo qilsangiz bo'ladi, chunki buni bitta sotmaydi. Juda ko'pchilik kirganlar ham sotib yotibdi. Xo'p, demak, endi yana mana shu bilimlarni o'zlashtirganingizdan keyin ham yoki o'zlashtirganingizdan keyin bemalol savdo qilishingiz mumkinligini bilgan taqdiringizda ham yana o'ylanib yuraveradigan bo'lsangiz, endi o'z-o'zidan muammo faqatgina sizdan, sizni motivatsiyangiz yo'qligidan yoki bo'lmasa tavakkalchiligingiz yo'qligidan bo'ladi. Chunki biznesda vaqt nazorati, moliyaviy erkinlik bor va bu vaqt nazorati va moliyaviy erkinlikka erishish uchun albatta sizda ozgina duh, ozgina mablag', ozgina bilim va strategiya kerak bo'ladi. O'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun tavsiyam, savdoni boshlashdan avval yaxshilab bilimlarni o'zlashtiring. Mana shu hozirgi men o'rgatayotgan analitikani yaxshilab tushunib oladigan bo'lsangiz, undan keyin birinchi sizni muvaffaqiyatga erishtiradigan mana shu bilimlaringiz, undan keyin vaqt o'tishi bilan sizni muvaffaqiyatga erishtiradigan narsa ham bilimingiz, ham tajribangiz bo'ladi. Endi darsimiz o'zini yakuniga yetdi.